Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana Travantillari bitib, So'kiliga kelganda So'kiliga nima qilsam bo'larkan deb o'ylanib turgan akalarimizga granit toshlarni maydalangan kroshka qilingan ekan. Mana xudo xolasa mramorniy kroshka. Ustagamiz ham mana shu yerda xudo xolasa bir ikkita savollarni berib, chiroyli qilib tushuntirishlarini olib boramiz. Ustaga mana So'kilga kelganda nima maslahatlar berasiz mana? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Nima deymiz endi, mana chiroyli Traventin ishlarini bitkizib, So'kiliga nima qilamiz deb o'ylanib turgan akalarimiz, ukalarimiz, marhamat, granit, mramorniy toshlarni maydalangandan mana shunaqa ishlar qilib beramiz. Shu ishlarimizni taklif qilamiz. Marhamat, foydalaninglar ishlarimizdan. Ilhomjon, bo'ldi, mana hozir boraman. Mana xudo xolasa granit toshlari deyilyapti. Mramorda toshlar maydalangani mana oqlari oppoq, tiniq, chiroyli xudo xolasa, qoralari tiniq qora, inshaalloh xudo xolasa mana chiroyli chiqyapti. Sizlarni ko'rib boraverasizlar xudo xolasa mana. Zinalarimiz tepasi tashlab ketilgan, xudo xolasa zinalarimiz tepasiga oyoq taglari bilan inshaalloh chiroyli qilib burchatkalarni bosib, chiroyli holatlarda bitadi. Mana hozir ko'chalarda ham bir qator videolarni ko'rsatamiz. Mana ko'chalarimiz hali so'killarining taglari yuvilmagan holatiga. Mana xudo xolasa so'killarimiz taglari endi yuvilayotgan joylariga.